O'zbekiston va Qirg'iziston. Yagona tarix, yaqin madaniyat, mushtarak an'ana va urf-odatlar bilan bog'langan birodar mamlakatlar. Ana shu mustahkam ma'naviy rishtalar ikki davlat o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarining izchil rivojlanishi uchun ishonchli poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Qirg'iziston Markaziy Osiyoning shimoliy-sharqiy qismida joylashgan davlat. Mamlakat poytaxti Bishkek shahri. Aholisi 7,5 millionga yaqin bo'lib, mamlakatda 80 dan ziyod millat va etnik guruh vakillari istiqomat qiladi. Mamlakatlarimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Turkiy davlatlar tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti hamda boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida faol hamkorlik qilib kelmoqda. Shu bilan birga Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi, shuningdek Markaziy Osiyo plus formatlari doirasida hamkorlik ham izchil rivojlanib, yanada faollashmoqda. Ikki davlatlarning muhim mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha pozitsiyalari ko'p jihatdan mushtarakdir. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi formati mintaqaviy hamkorlik va ishonchli muloqotning samarali mexanizmiga aylandi. U ochiqlik, pragmatizm va umumiy manfaatlarga tayanish tamoyillari asosida yangi siyosiy muhitni shakllantirdi. Ilgari surilgan tashabbuslar davlatlar aro hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda hamda xalqaro maydonda keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Bugungi kunda Markaziy Osiyo global maydonlarda xalqaro tashabbuslar bilan tobora faol chiqish qilmoqda. Bu esa mintaqaning xalqaro siyosiy subyekt sifatidagi o'rnini mustahkamlab, jahon hamjamiyatidagi nufuzini yanada oshirmoqda. So'nggi yillarda Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlari ko'p yillar davomida to'planib qolgan davlatlararo masalalarning muvaffaqiyatli hal etilgani hamda hamkorlikning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilganining yorqin namunasiga aylandi. Ikki mamlakat prezidentlarining siyosiy irodasi tufayli ikki tomonlama hamkorlik rivojiga uzoq yillar davomida to'sqinlik qilib kelgan muhim masalalar hal etildi. Bu esa o'zaro ishonch va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yanada mustahkamlash uchun mustahkam poydevor yaratdi. Bugungi kunda ikki davlat sanoat kooperatsiyasi, savdo, energetika, suv xo'jaligi hamda transport infratuzilmasi sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Iqtisodiy sheriklikni yanada chuqurlashtirish nafaqat o'zaro tovar ayirboshlash hajmi va investitsiyaviy faollikning o'sishiga xizmat qiladi, balki har ikki mamlakatning barqaror rivojlanishi hamda butun Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy integratsiyani mustahkamlash uchun mustahkam zamin yaratadi. Savdo-iqtisodiy hamkorlik ikki tomonlama munosabatlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Yil sayin o'zaro savdo hajmi oshib, iqtisodiy hamkorlik ko'lami kengayib bormoqda. 2025-yil yakuniga ko'ra ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard AQSh dollaridan oshib, o'tgan yilga nisbatan 37% ga o'sdi. Ijobiy suratlar joriy yilda ham saqlanmoqda. 2026-yil yanvar-may oylarida o'zaro savdo hajmi qariyb 470 million dollarni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43% dan ko'proqqa oshdi. Yaqin istiqbolda o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazish maqsadi qo'yilgan bo'lib, buning uchun barcha zarur imkoniyatlar mavjud. Qirg'iz-o'zbekiston отношения сегодняшний день развиваются очень высокими темпами. Qirg'iziston-O'zbekiston munosabatlari bugungi kunda misli ko'rilmagan sur'atlarda rivojlanmoqda va o'z tarixidagi eng yaxshi davrlardan birini boshdan kechirmoqda. So'nggi yillarda ikki tomonlama hamkorlik sifat jihatidan mutlaqo yangi strategik sheriklik bosqichiga ko'tarildi. Mamlakatlarimiz o'rtasida mintaqaviy ahamiyatga ega yirik infratuzilmaviy loyihalar amalga oshirilmoqda. Ular qatoriga Qambarota GES-1 qurilishi, shuningdek mintaqaviy hamkorlik doirasidagi qo'shma energiya
energetika loyihalari kiradi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li alohida ahamiyatga ega bo'lib, u xalqaro transport yo'laklariga chiqish imkoniyatini ta'minlaydi hamda Qirg'izistonni dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan mamlakatdan global logistika zanjirlariga integratsiyalashgan muhim tranzit markaziga aylantiradi. Davlatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi barqaror o'sishni namoyon etmoqda. Ikki davlat rahbarlari uni 2 milliard AQSh dollariga yetkazish vazifasini belgilagan. Umuman olganda, Qirg'iziston-O'zbekiston iqtisodiy munosabatlari barcha yo'nalishlar bo'yicha izchil mustahkamlanib bormoqda. Bu natijalar ikki mamlakat rahbariyatining konstruktiv siyosiy muloqoti hamda yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirishga qaratilgan izchil siyosati samarasidir. Investitsiyaviy hamkorlik ham izchil rivojlanmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda Qirg'iziston kapitali ishtirokida 300 dan ortiq korxona faoliyat yuritmoqda. Qirg'izistonda esa o'zbekistonlik investorlar ishtirokida 70 ta korxona ishlab turibdi. Yuk tashish sohasida ijobiy o'sish kuzatilmoqda. 2026-yilning yanvar-may oylari yakunlariga ko'ra ikki mamlakat o'rtasidagi yuk tashish hajmi qariyb 35% ga oshdi. Barqaror o'sish ham avtomobil, ham temir yo'l transporti orqali tashuvlarda qayd etildi. 2026-yil boshidan xalqaro avtomobil tashuvlari samaradorligini sezilarli darajada oshirgan E-permit elektron ruxsatnoma almashuvi tizimi muvaffaqiyatli joriy etildi. Mintaqaviy o'zaro bog'liqlikni yanada chuqurlashtirishda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston xalqaro temir yo'lining qurilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yirik infratuzilma loyihasining amalga oshirilishi Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq va Janubiy Yevropa mamlakatlari o'rtasida yuklarni yetkazib berish muddatini sezilarli darajada qisqartiradi. Markaziy Osiyoning tranzit salohiyatini oshiradi hamda savdo, investitsiyalar va xalqaro logistikani rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Yo'lovchi tashish sohasida ham hamkorlik izchil kengaymoqda. Ikki mamlakat yirik shaharlari o'rtasida muntazam avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, Toshkent-Bishkek va Toshkent-O'sh yo'nalishlari bo'yicha doimiy aviaqatnovlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston butun dunyoda tobora tanilib borayotgan Markaziy Osiyoning yagona turistik brendi hamda qo'shma transchegaraviy turistik marshrutlarini izchil rivojlantirmoqda. O'zbekiston sayyohlarga Samarqand, Buxoro va Xiva kabi qadimiy shaharlarni, 8000 dan ortiq madaniy meros obyektlarini, shuningdek, tibbiy hamda madaniy ma'rifiy turizm uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Qirg'iziston esa bu yo'nalishni o'zining betakror tog' manzaralari, ko'llari, ekstremal qishki va plyaj turizmi, ayniqsa Issiqko'l jozibador imkoniyatlari bilan boyitadi. Shu bois, ayniqsa Yevropa mamlakatlaridan keluvchi sayyohlar bir safar davomida ham O'zbekistonning boy tarixiy madaniy merosini, ham Qirg'izistonning betakror tabiatini ko'rish imkonini beradigan turistik yo'nalishlarni tobora ko'proq tanlamoqda. Ikki mamlakat o'rtasida qulay sayohat qilish uchun zarur transport infratuzilmasi yaratilgan. Havo, temir yo'l va avtomobil qatnovi yo'lga qo'yilgan bo'lib, yangi aviaqatnovlarni ochish hamda mavjud reyslarning sonini ko'paytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yana bir muhim jihati shundaki, ikki davlat fuqarolari davlat chegarasini ichki ID kartalar orqali kesib o'tish imkoniyatiga ega. Chegara o'tkazish punktlarida nazorat jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qiluvchi zamonaviy texnik yechimlar joriy etilgan. Shuningdek, O'zbekiston va Qirg'iziston chegara o'tkazish punktlari faoliyatini yanada takomillashtirish, chegaradan o'tish jarayonini yakka tartibdagi sayyohlar hamda uyushgan turistik guruhlar uchun yanada tez, qulay va samarali qilish bo'yicha hamkorlikni davom ettirmoqda. Qirg'iz Respublikasi sayyohlari O'zbekistonda eng ko'p tashrif buyuradigan turistlar qatoriga kiradi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, o'tgan yili O'zbekistonga 3 million qirg'izistonlik sayyohlar tashrif buyurgan bo'lsa, Qirg'izistonda umumiy 5,3 million nafar xorijiy sayyohlar Qirg'iz Respublikasiga tashrif buyurgan bo'lsa, ularning 80% dan ortig'i, ya'ni 2,7 million o'zbekistonlik sayyohlar Qirg'iz Respublikasiga sayohat yo'nalishida tashrif buyurgan. Bunday ko'rsatkichlardan yaqqol ma'lumki, O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi turizm aloqalar strategik jihatda yaqin va biz o'ylaymizki, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi hamda Qirg'iz Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat agentligi o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish ikki davlatga bo'lgan turistik oqimni ko'paytirishga zamin yaratadi.
Madaniy gumanitar hamkorlik O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarida alohida o'rin tutadi. U ko'p asrli tarixiy rishtalar, umumiy madaniy qadriyatlar va ikki xalq o'rtasidagi yaqin aloqalarga tayanadi. Milliy madaniy markazlar va milliy jamoalar gumanitar aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. Biz bugun O'zbekistonda yashab yotgan statistik danni bo'yicha, yangi stat dannisi bo'yicha 200 mingdan ortiq qirg'izlar O'zbekistonda yashaydi. Ular O'zbekistondan Ferganskiy o'rinida, Fergana, Andijon, Namangan, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent oblasi tashqarida yashab kelishadi. Biz O'zbekistonda yashagan qirg'izlar O'zbekistonda o'zimizning endi yurtimiz deb hisoblaymiz. Emniki deganda biz shu yurtda tug'ilganmiz, shu yurtda o'ndik. Mana bugungi kunda O'zbekistondagi ulutlar bilan birgalikda yashab kelajatamiz. Bizning prezidentimiz, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda birinchi yo'li prezidentlik stoluna o'tirgandan boshlab bitta so'z aytgan edi. Biz yaqin qo'shni mamlakatlar bilan do'stlashamiz. Boshqa yo'limiz yo'q. O'sha do'stlashib bo'lgandan keyin biz Yevropaga, chet o'lkalarga, chet mamlakatlarga chiqishimizga bizga yo'l ochiladi deb aytgan edi. O'shandan boshlab 2017-yilda prezidentimiz birinchi yo'li Qirg'iz Respublikasi bilan barda keldilarda chegara o'tkaruv postlarini yana el arалық do'stlikni yo'lga qo'ydi. Men o'zim guvohi bo'lganman. Andijon o'rinida, Andijon oblasida do'stlik chegara posti bor. O'sha post birinchi yo'li ochilganda Qirg'izistondan kelgan jarandar, O'zbekistonda borgan jarandar bilan bir-birini quchoq jayib ko'rishib, bir-birini ko'z yoshlari bilan bir-birini o'shanday bir yaxshi qabul qilganini men o'zim guvohi bo'lganman. Qirg'izistonning xalqi o'zining prezidenti va vatanini qanchalar qadrlasa, yaxshi ko'rsa, qardosh O'zbekistonni va Shavkat Mirziyoyevni ham shunchalik hurmat qiladi va yaxshi ko'radi. Yaqinda Bishkek shahrida Shavkat Mirziyoyev faoliyatiga bag'ishlangan Yangi O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev yo'li degan kitob qirg'iz tiliga tarjima qilinib, nashr qilinib, o'sha kitobning taqdimoti bo'ldi va biz bu kitob orqali Yangi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar, bunda davlat rahbarining katta roli, tashabbuslari va amalga oshayotgan muhim reformalar bilan tanishdik. Biz xorijda turib O'zbekistonda 3-Renessansning poydevori qurilayotganligini ko'rib turibmiz. Masalan, Islom sivilizatsiya markazining binosi, Imom Buxoriy majmuasi bu yangi Renessansning ham moddiy va ham ma'naviy timsoli deb baholaymiz. O'zbekiston va Qirg'iziston vakillari har ikki mamlakatda o'tkaziladigan yirik xalqaro tadbirlarda faol ishtirok etib kelmoqda. Jumladan, qirg'iz san'ati namoyandalari, maqom va baxshichilik san'ati xalqaro festivallarining doimiy ishtirokchilari hisoblanadi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'zaro munosabatlarni har tomonlama mustahkamlash va yanada rivojlantirish uchun barcha mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanmoqda. Eng muhimi, bu qo'shma sa'y-harakatlar ikki qardosh xalq o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga, aholi farovonligini yuksaltirishga hamda bugun jahon miqyosidagi o'zgarishlarning muhim markazlaridan biriga aylanib borayotgan mintaqamizning barqaror taraqqiyoti va ravnaqi yo'lidagi birdamligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.